Chris Smith mındak dedi. Avam Palata azası. Nopozluk arbab Chris Smith mındak dedi. Beycan. Bolup mu Xi Jinping'in Uygurlar kıratkan muamelesi, tutkan muamelesi, yığıbeleş lagırdan tartıp Uygurların turmuşunu umumyüzlük nazaret geyleş. Bu adimilik ne? Yokatkallıktır. Bu bizge natişesle Germaniyasının aynı çağda nazarband kılış, joyişlarını cismani kıynaş, mecburi emgek selişlerini esletidir. Biz teximi köp hareket kullanıp, Cungo hükümeti bilen teximi köp karşılaşmamız gerek. Bu kanunlarla Cungo hükümetinin kişini çuçtuduğun Yavuz hareketlerini ahırlaştırışının umumiyüzler vasıtasıdır. Bu katın bu kanun layığına imzalanışı Cungo hükümetinin kişini çuçtuduğun Yavuz hareketlerini Şincan'da elip berip atkan kişini çuçtuduğun Yavuz hareketlerini ahırlaştırışının umumiyüzlük vasıtasıdır. Bu kanun layığına kolluk Allah'ın biri Avam Palatası Taşkı Münasebetler Komiteti'nin Asya Çöken Komiteti'nin reisi Şorman mundak dedi. Amerika nöbetçi en eğer kişilik hukuk krizine takabil duruşu lazım. Bu kriz Şincan'da 101 vatkan kriz. Kişilik hukuk krizisi. Amerika nöbette en eğer kişilik hukuk krizine takabil duruşu lazım. Cungo hükümeti 1 milyondan artık Uygur'unu ve başka Müslüman asallıklarını nazarband kıldı. Bunda kusulla arkalık Uygurların tili, medeniyeti, dini itikadını yok tuşka vurundu. Beijing yani Uygurlara popozu işletip, tehdit selip, allakaçan Amerika'nın greydanıga aylanan ya ki Amerika'da kanunluk turuş salayetiga erişken Uygurlara hem tehdit işletti. Reis Şorman mındak dedi. Bu kanunlayı oturgu çıktı. Bu kanunlayı oturgu çıkarış bu desepke bir başlanıştı. O kanunlayının 2 maddesini alayda tekildi. O maddenin birincisi mındak. Uygurlar ziyankeşlik kılgan kişilerge magnetik kişilik hukuk kanunu boyunca onlara imbargo yürgüzür. O maddelerin ikincisi mındak. Bu kanun layığının 9. maddesi asasen Amerika Koşmuş Ştatları Savunma Ministerliği eksportun başkuruş ki tizimlik kapalet kılış boyunca belgeleme çıkarıp nazaret kılış işletilgen zor külemde çekleşke işletilgen mesulatlarının eksport kılınışını çekleş, eksport kılış ruhsat vermesi gerek de görsetti senatör Şorman. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Kengeş Palatası bu yıl 9. ayda bu kanun layığının Kengeş Palata nüshasını makullığını de. Yani 9. ayının 11. günü. Bu kanun layığının Cumhuriyetçilerden Senatör Marco Rubio, Demokratlardan Senatör Menendez'le oturga koygan idi. Endilikte yana bir haber, küçük haber hürmetlik vatandaş. Nimedeydi başta tahliq jalayan eğiz kaldık. Şundak boğanım haberin özünü körüveten vatandaş. Asya teyin çökken iktisadi hemkarlık yığını amelden kaldırıldı. Amerika Cungo Soğudu kilişimi esilip kaldı. Mavzulu haber 10. ayının 30. günü ben bir torpilimi ilan kılındı. Haber ondak başlandı. Çili devleti aslida Çili'de ötküzüş belgelengen Asya Tiyanşokyan iktisadi hemkarlık yığınını amelden kaldırdı. Amerika ile Cungo oturusu da imzalanılan vakti kısmen Soğudu kilişimi hem imzalanmaydıgan boldu. Prezident Penila Çili'nin prezidenti 10. ayının 30. günü haftanın 3. gününü sözlep bundak dedi. Bu bir yaman, bir kıyınçılık içinde elingan karar.
Lekin bu kararlı belgeleş asasları daimi karakterlik, oqilana prinsiptir. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan Jungoning raisi Shi Jinping bu qatimqi yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida Amerika Jungo birinchi bosqichda iqtisodiy kelishimga imzo qo'yadi. Endi yana bir qisqacha xabar. Xinjiangda kishilik huquq masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotini parchalab o'tdi. Boshqa mavzuga o'xshash. Bu endi Fransiya agentligining vatandoshi. Anlaysiz bunu, anlab qo'yib. Xinjiangda kishilik huquq masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotini parchalab o'tdi. Mavzuli xabar 10-ayning 30-kuni Fransiya xalqaro radiosida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xinjiang kishilik huquq masalasi tufayli qarama-qarshi elishib ketdi. Bir taraf Belorussiya vakilligidagi davlat Jungo hukumatini qo'lladı. Jungo hukumati Xinjiangda zo'ravonliklar va radikal qarshi turish masalasida ilgirlash hosil qildi. Beijing Xinjiangda Uyg'urlar asos qilgan bu rayonda diniy e'tiqod to'g'risida bergan xalqaro va'dasiga amal qilishi lozim dedi Angliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq vakili Karen Xonim. Haftaning 2-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqqa aloqador muhokama yig'inida Xinjiang masalasi bo'yicha Jungoni qo'llaydigan va Jungoga qarshi turadigan ikki taraf bir-birisiga keskin raddiya berishdi. Qo'shsangiz 23 davlat Angliya, Amerika boshchiligida Uyg'urning kishilik huquqini qo'llab chiqdi. 54 davlat Belorussiya, Pakistan, Rossiya boshchiligida bununla qarşı Jungoni qo'llab o'tirib chiqdi. Demese qo'shib baksanız cem'i 77 davlat, demek bu qatim Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xinjiang meselesi deydigan bir meseleni devir kılgan halda özara göz qarash ve siyaset nokti nazarları bo'yicha elişti. Mana endi sizlar xalqaralashish Uyg'ur meselesinin xalqaralashishi degan meseleni uzundan bir o'ylab keldinglar va shundoq bo'lishini kutib keldinglar Uyg'ur vatandoshlar. Mana xalqaralashish shundoq bo'ladi. Vatandosh. Sen shunga diqqat qiling. 29-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xinjiang meselesi, yani mustamlik Uyg'uriston meselesi. 30-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlis Avam Palatası'nın Tashqi Munosabatlar Komitetida Xinjiang meselesi, yani nima mesele? Uyg'ur kishilik huquq siyoset qonun loyihasi ma'qullandi. 29-kuni BDT, 30-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Avam Palatasi siz bu o'rinlashtirishlarni yoki tasodifiylik ve deb qaramsiz yoki bu bir tartib ichidagi nishon va paytlar ichidagi o'rinlashtirish deb o'ylamsiz? Shunda o'ylang, hurmatli vatandoshim, bu siyosatlarni Amerika Qo'shma Shtatlari qonun nuqtai nazarida aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi, siyoset nuqtai nazarida aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati, uning dunyoga oyon bo'lgan va uning axloqi bilan birlashib kelayotgan kishilik huquq siyosati, Amerika Qo'shma Shtatlarining yer shari strategik siyosatining kun tartiblari. Bu kun tartiblarining ichida Uyg'ur masalasi, navbatda Uyg'urning kishilik huquq masalasi, yig'ilish lager masalasi, diniy e'tiqod erkinligi masalasi va Uyg'urning butun turmushini nazorat qilish masalasi, kontrol qilish masalasi va Uyg'urlarning tashqi dunyoda boshqa davlatlarda yashayotgan o'rinlarda siyosiy panohlik olish masalasi va ularni Xitoyga qaytarib bermaslik masalasi. Qisqasi Uyg'ur mustamlika Uyg'uriston masalasi bugun Amerika, Angliya boshchiligidagi G'arb dunyosidagi demokratik davlatlarning kun tartibida. Bugün bu mesele Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti arkalık
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın gün tertibide. Hürmetli vatandaşım, güreş mana şundaq bo'ladi. Siz bununla qatnashib kelyapsiz. Tirishchilik ko'rishdan, hurmatli vatandaşım, men boshdan oxiri aytib keldimki, vatandaşım, biz bir millatmiz. Biz bir etnik qurolmiz. Biz bir iqtisod birligi ega gavda, madaniyat birligi ichidagi bir gavda. Shundaq bir tarix, siyosat tarixi Uyg'urning yoki boshqa madaniyat tarixi Uyg'urning mushundaq qurilmuliq gavda ichida millat bo'lib, hozirgacha yashab kelayotgan bir millat biz. Hurmatli vatandoshlar, shuni o'ylab beqingki, Uyg'urning iqtidori, yani qarşılık ko'rsatish iqtidori, mayli assimilatsiyaga qarşılık ko'rsatish iqtidori, mayli o'ziga qarshi kuchlarga qarşılık ko'rsatish iqtidorining qanchalik ekanligini men demasam siz bilasiz. Hayron qolasiz vatandoshim. Ming yillab Uyg'ur tilini saqlab, Uyg'ur madaniyatini saqlab, mushu kunga yetib kelgan Uyg'ur millati oxirgi hisobda shuning ishining vatandoshim hargiz Xitoyga assimilatsiya bo'lmaydi. Hargiz. Siz bu nokta işini hazır görüp öttük başta qaysi aldı. Hazır Uyg'uristonda mustamlik Uyg'uristonda Nazarband Uyg'urlar türmüde. Nazarband xonida. Hazır Jungna qaysi aldı. Odatdagi bir